Oltiko'l tumanida mana bugun katta to'y kurash, sayl kurash bo'lyapti. Buni sababchilari mana xonadonning boshiga Mutorajon hojibamiz 91 yoshga kirgan mana yubileylarni qilyapti. Iloyim, bunaqa yoshlardan yana ko'pini ko'rsa hojibam kurashchilar safida, mahallaning safida oldi bo'lib, hojibola qatorida yuraversin. Iloyim sog' bo'ling, salomat bo'ling hojiba. Farzandlaringizni, nevaralaringizni baxtiga duogo'y bo'lib sog' salomat yuravering hojiba. Mana hojibam o'zi juda katta polvon bo'lgan. Endi biz hojibam kurashlarini ko'rmaganmiz. Mana shu yosh katta mo'saf hojibalardan eshitganmiz. O'rta Osiyoda O'zbekiston, Qirg'iziston katta kurashib O'rta Osiyo chempioni bo'lgan bu hojibam. Bir qarsachon qo'ylar bu hojibamni. Iloyim biz ham sizni yoshingizga kirib, shu yoshlardan shunday yurishlikka Alloh nasib qilsin bizga. Hojibam duosini olinglar iloyim. Mana bugun hamma Andijon viloyatining hamma tumanlaridan, qolaversa mana qo'shni viloyatlardan, Namangan viloyatidan, Farg'ona viloyatidan, qo'shni tumanlardan polvonlar kelgan. Mana bugun mashina chiroyli davra qilib, xudo xolasa, mana mashina tomosha ko'rsatadi. Mana hojibam mana sovg'alari bor, shularni olib iloyim hamma hojibani yoshiga yetib yuraversin. Keling hojibam, qarsak chop qo'ylar, mana hojibam davraga kirib kelyapti. Marhamat. Sizga xush kelibsizlar. Shunchalik bizni hurmat qilib kelibsizlar. Sizlarni Alloh taolaga ham hurmat qilgan bo'lsin. Mana yosh kadrlarimiz ham yaxshi bo'lib, meni yoshimga kirib salomat yuraversin kurashib. Amin. Hammanglar tan joyinglar sog' bo'lsin. Allohu akbar. Katta polvon bo'linglar. Rahmat hojiba, iloyim aytganingiz kelsin. Iloyim biz ham sizni yoshingizga kirib, shunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yurishlikka Alloh nasib qilsin. Bugun mana davramizga eng kuchli polvonlarimiz kelgan. Mana xudo xolisa hali ko'rasizlar bu polvonlarni. O'zbekiston chempioni, Osiyo va jahon chempioni polvonlar kirib kelgan. Bugun mana bu polvonlarning kurashlarini ko'rasizlar. Xudo xolisa yosh polvonlarimizdan kurashni boshlaymiz xudo xolisa. Xatmi o'qilib olsin, keyin kurashimiz davom ettiramiz hozir. Bugun kechgacha mana shu yerda katta kurash qilamiz xudo xolisa. Anca mehmonlar geldi, mahallelerimiz obod olsun, ko'chalarimiz obod olsun, xonadonlarimiz obod olsun, qancha yillardan aziz odamlar geldi, Parvardigorga bu odamlarning qadamlarini yaratib, mana shu xonadonlarga barakalar bersin. Yangi kelajak kelyapti, qadamlarini yaratib bersin. Parvardigorga qancha xalq olib qoldi. Rahmat.
Hamkasblar mana bugun Mutal Hojibovning uyida juda katta shodiyona sababchilari mana bugun nevaralariga to'y qilyapti. Hojibov va o'zini 91 yoshini yubileyini o'tkazyapti. Mana hozir bu yerda mana amr ma'ruflar o'qildi. Sal polvonlar chekroq olamiz va kurashlarimizni boshlaymiz. Kurash boshlashdan oldin Hojibov o'zini bir davraga taklif qilsa, Hojibov o'zini Mutal Hojibov bir davraga kelasa, sizga jinda chekarachiga o'tirib olinglar, chekani. Hozir 5 minutdan keyin kurashlarimizni boshlaymiz. Juda chiroyli kurashlar o'tkazib berasizlar. Mana Hojibov davraga kirib kelyapti, bir qarsak joylar. Yoshi 91 yoshga bo'lib yuraversin. Eralaga keling. Hozir mana Farg'ona viloyatidan Yozyovon tumanidan Mo'ysat polvonlarimizga Farid polvonlar so'z navbatini mash polvonga berasiz. Juda sog'alari bor ekan Hojibovga bu taqdirlab qo'yadi. Marhamat. Qarsak chop qo'yinglar. Assalomu alaykum. Mana shu bugungi tantanani qatnashchilari, mana Abdumutal buva 91 yoshga kiribdi. Biz havas qildik. Mana shu odam belvoli kurashimizni avloddan avlodga yetkazib olib kelayotgan eng yoshi ulug' polvonlarimizdan bittasi. Albatta biz ham mana shu polvonlar barchamiz shu yoshga kirib, nevaralarimiz, chevaralarimizni kamolni ko'rish nasib qilsin. Mana shu odamga o'xshab mana ko'rib turibsizlar, hozir ham o'tgan yil ham saylda kurashgan shu odam. Biz ham havas qildik. Ozgina sovg'amiz bor edi, Farg'ona viloyati polvonlar nomidan topshirib qo'yamiz shuni. Albatta bu polvon bo'lib yurishiga rahmatlik hojonamiz, hozirgi hojonamiz sababchilar. Polvonlar maqtanadi polvonlar nima deydi? Men ko'chani polvonman, lekin asli o'zi bularda ayoli polvon bo'lgan. Bularning polvoni bo'lishiga ayollar sabab bo'lgan. Ayollarimiz uchun bitta qarsaylar. Onalarimiz uchun bitta qarsaylar. Mana shu buvaga o'xshab yuringlar. Havas qildik. Shu yoshga kirganda ham mana shunday tetiq yurish hammamizga nasib qilsin. Bunday kurashgan odamlar mana bunday polvonlarimizdan havas qildik. Farg'ona viloyati polvonlar nomidan mana kiygizamiz. Motor aka tomni kiygizing. Endi yeching endi. Ama do'ppini ham kallas 60 bo'lsa kerak, 60 oldim. Do'ppini o'zim kiygizaman. Toshkentlik boylarni puli 2 milliarddan o'tgandan keyin bunaqa cho'k do'ppi kiyadi. Bu polvonni puli shogirdlarining hisobiga 500 milliarddan oshib ketgan. Mana shunday boy milliarder kurashimizning generali mana shu polvon. Bitta qarsanglar. General uchun. Rahmat aka, ilom sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilom sizlarimiz ham shunaqa yoshlarni kirib, shunaqa qilib yurishlikka Alloh nasib hammamizga. Hozir bitta rasmga olib qani.
Allah'ımız Xudo rahmat qilsin. Mana hammalar umrlaringiz islomiy Alloh baraka bersin. Allohning panohida bo'lib hamma yaxshi narsalarga erishishni nasib qilsin. Yoppasiga Xudo xolasa Quvoyda bir to'planib bir choy to'planish nasib qilsin. Polvonlar yoppasiga to'yga Xudo xolasa 28 oktyabr seshanba kuni Xudo xolasa. Rahmat, ko'rish nasib. Rahmat Muhammad Qosim aka, Xudo xolasa hamma polvonlarni taklif qilamiz. Faqat bitta narsani aytib 50 kilodan tepasini olinglar. 50 kilodan tepasi zo'r sovrinlar bor. Muhammad Qosim aka mana nevaralariga atab to'y kurash qilyapti. Hammalar lutfan taklif qiladi. Sog' bo'ling aka, ilohim. Nevaralarsiz orzusini ko'ring. Hammamizni o'tganlarimizni Xudo rahmat qilsin. Hammamizni Allohim polvonzodlar Alloh yomon ko'zdan saqlasin. Hammamizni Alloh iymonini ko'rish nasib qilsin. Amin. Bola yosh bolalarga Xudo xolasa yana bir kun alohida kurashni beraman. Endi bu sentrda shahar joyda bo'lganligi uchun iltimos 5 ta 5 ta ovozalar bo'laveradi, iltimos. O'sha chiroyli hamma polvonlar ko'rishib, to'planish nasib. Allohu akbar. Rahmat ilohim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Farzandlar rohatini ko'ring. Yana bitta e'lon bor. Balachi tumani Shamshiyo'l qishlog'ida 8-noyabr kuni soat 9 dan boshlab 18 yoshgacha, faqat yoshlardiki, kattalardiki emas, 18 yoshgacha yosh polvonlarni taklif qilyapti. Keling Jamoliddin aka. Mash akam katta sovrinlar qo'ygan. Qo'y, otlarni qo'ygan, mana shu yosh polvonlar olsin deyapti. Bir qarsak chop qo'yinglar. 8-noyabr kuni soat 9 da osh beriladi polvonlarga. 200 kilo guruch damlayapti va katta sovrinlarni qo'yib 18 yoshgacha, 18 yoshdan katta polvonlar kurashmaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling, ko'rishguncha. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga e'lon qilaverdim. 5 ta hakam bo'ladi. Bobur Mirzo bitta, Saidulloh 2 ta, Ismatulloh 3 ta, yana Abdurahim Semit 4 ta, yana kim? Umidjon 5 ta hakam. 5 ta hakamdan boshqa hakam o'rtaga chiqmasin. Namanganda yo'q hakam, Namangan. Ardon polvon Asakadan Hoji aka bor, o'rtaga borib kurashdilar. Yiqilgan Andijon Baliqchidan Bezod Bepolvon, Namangandan Omad Bepolvon o'rtada kurashdilar. Shu chekkaga chiqaringlar, iltimos 4 ta odam aylanib chiqarishsin polvonlar. Xo'jobod va iz bosganlar polvonlar. Sovrinlar mana shu yerda Xurshidbek bor ukamiz Oltinko'ldan shu qishloqdan shu sovrinlarni berib turadi. Menga olib kelmanglar, iltimos. Hakamni o'zini oldiga aniq qilinglar, iltimos. Olib kelmanglar o'rtaga. Buyuklar chiroyli, bugun mana Mashhada O'rta Osiyo jahon chempioni polvonlar kelgan. Farg'onadan, Namangandan, qolgan o'zimizda Andijon viloyatidan zo'r polvonlar kelgan. Bularni kurashlarni tomosha qilasizlar, Xudo xolasa. Katta sovrinlarimiz bor. Mana bizdan ilohim Muxtor Hoji polvon bordi, yoshga kirib yuraylik ilohim. Balachidan Muhammad polvon o'g'li Abdulla polvon. Ahtachidan Zafarbek polvon kurashtiring. Kurashtiring. Namangandan Imom Moli polvon kurashtiring. Namangan paxtavod kurashtiring. Huzur ishtirok etasiz faqat polvonlar. Menga chiqarmanglar, Alisher. Qaytaringlar orqaga kelar. Iltimos. Farg'onalik polvon qoldi. Abdulla polvon sog'ilib berdi. Bering sovrinini. Qani zikriyo, qani zikriyo. Polvonlar marhamatdan kurashtiring. Keling Hojiba, keling mana o'rtaga mana kirib kelyapti Buloqoshdan. Hojiba kirib kelyapti. Keling Hojiba. Oqtepadan kurashtiring. Kurashtiring.
Kurashtiring. Ne qayt bilan qayt? Farg'ona Andijon kurashtiring. Yig'ilgan polvonlarni o'tga olib chiqmanglar. Davrani kengaytirib olsanglar bor, iltimos yaxshi bo'ladi. Davrani kengaytiringlar, orqaga suringlar. Iltimos orqaga suringlar. Iltimos sizlarni. Bobur Mirzo ikkovi kurashtirib to'y bolalar mashlar. Abdushukur to'y egasimi? To'y bola. Kurashaveradimi? Kurashadi. Yunusbek kurashtiring. Kurashtiring. Bittimi? Menga sovg'a olib keling. Sovg'asini olib kelib bering. Murabbiylar hozir kurashni to'xtatib qo'yish kerak. Olinglar aytachatga davrani qarang, davrani. Bedan o'yin qiladi. Ol chekka favollar oling, bunlaringiz. Omadulloh, nima bilan? Oling. Balasidan muhtaram polvon doğru kurashtiring. Endi shu hurmatli ustozlar o'zlar qilyapsizlar. To'xtatib qo'yaman hozir. Yosh bola to'g'rimi to'xtatib qo'yaman. Hozircha Farg'onalik polvonga Namanganlik polvon Tarabotcha Farg'onalik polvon kurashtiring. To'y bola yetdimi? Beni sog'ling. mana qayta Boburjon. Olib chiq. Endi hakamlar va hakamlardan boshqa olib chiqmasin. Omad. Hakamlardan boshqalar chiqmaylar, men kelmaylar. Iltimos. Iltimos. Tekte oldu. Ayarı yürü. Andijon Farg'ona kurashtiring. O'zingizlar kattalashtiringlar desa. Kurashtiring. Bu yosh bolalar deyapti. Murabbiylar bolalarga qaramayapsizlar desalar, iltimos sizlar. Men hozir o'rtada hakamlarni to'xtatinglar. Chekka chiqsin polvonlar, chekkiga. Ashuncha ixtiyor. O okalarda oqsoqollar turibdi. Habovelar to'sib olyapsizlar oldi. Bolalar unaqa qilmaydi. Sizlar suringlar orqa tomonga. Bolani olib kelasan, mol potiga o'xshab qo'yishib berasan. O'tirishga, ashunga o'tirishga qo'ymaysan. O'tir. Mirjon, qani Mirjon? Tomondan Yordambek polvon. Namangandan Islombek polvon Namangan viloyatida kurashtiring. Mash bolalardan yosh bolalar chiqmasa. Oltinko'l marhamat kurashtiring. Kurashtiring, to'xtang. Fakat ko'tarib dangalik dikka polvonni akanglar o'rtaga. O'zi belgilangan sudyalar bor. Belgilangan oshchi polvonlar chiqmasin o'rtaga. Oltinko'l Oqtepa. Marhamat. Marhamat deb polvon.
Hakamlar bollarga oshchi bollar chiqarmaylar. Abdurahim chiqar ona bollar. Oldiga kelmasin bollar. Kellardan chiqar ona hakamlar oldi. Abkeling sovg'aladi. Qayerga bollar? Farg'ona polvon 3-chi g'alaba. 3-chi g'alabasi. Bering sovrinni. It tarafini olib chiqing, taraf chiqadi. Yana bitta o'g'lim. Andijon Paxtavon, Sherzod polvon qayerdan? 6 kun. Undan keyin. Hurmatli ustozlar, mana 28-kuni Quva shahrida katta kurash. O'sha yerga mana povonlarni katta povonda olib borasida chiroyli ko'rsatib beramiz davolasa. Va 8-noyabr kuni Balachi tumanida Shamshko'l qishlog'ida u yerda ham mana 18 yoshgacha faqat mana shu yoshlarning kurashi bo'ladi. Yerga mana shu povonni olib borasida davolasa. Yerdan chiroyli ko'rsatib beramiz. Bosh yo'q, faqat dangal ko'tarib ikkitamiz polvonlar, faqat dangal ko'tarib. Nasıl gelmez? Mana. Namanganda Asad polvon kurashdi. Farg'onada Husudin polvon Azimli Andijondan kurashdi. Yigilgan polvonni olib chiqmaylar o'rtaga. Faqat yigitgan polvonni olib kelinglar. Kimi bollari bular? Ke polvon, maka. Ke. Ke sog'asini beraman polvon. Aman. Hurmatli hakamlar, yutgan bo'lalar, aktyor sog'asini olib beringlar. Bola o'zi kelmasin bu yerga. Nima isbatlar bo'ladi? Bering g'alabasini. Bo'ldi. Qo'l qo'yib olsa bering. Qo'lni qo'yib olmasin. Pul koyarma. Bak çıkıp olma. At. Hadi
Olti gol mana. Yutdimi? Qani hakami, qani. Ke mana bu o'ynayapti. Hakamlar o'zinglar kelib cho'g'ib, yana o'rtaga chiqib olyapsizlar, yana o'rtaga. Abki sog' bo'ladi. Ke bo'ladi. Abdurashid. Buni kikrashtirdim. O'zing olib kelib berdi Abdurashid. Xo'javoddan Abdukunduz polvon. Farg'onadan Sardorbek kurashdi. Managa bo'ladi olib kelinglar, bo'ldi kurashtinglar. Yoshlar olib chiqmanglar hakamlar. Bo'ldi bular to'xta. Mana katta bo'g'oq keldi. Bo'ldi yoshlar qo'ydi. To'xtadagi harakat. To'xta bo'ldi. Yo'q, nasib bo'ldi. To'xtab turdi. Bobirjon, bo'ldi bu chiqargan yo'q. Umidjon tanishtiring. Paxtavoddan. Namanganda kurashtirdik. Biri Paxtavoddan, Andijonda Paxtavod tumanidan, biri Namangan viloyatidan bo'ldi. Yana bitta. Bering, buni polvon to'ychi xonasiga qo'yadi. 3 marta, 4 marta tutyapti bu. Aylanjan kerak. Ben bular kim bo'ladi? O'zi masa kimga? To'da chiqaveradi. Haydab keldi. Hurmatli hakamlar, yana barda qilyapsizlar, iltimos sizlardan. Ko'tarasan bu. Bas. 50 kilodan pas balan chiqarmaylar. Bo'ldi, 50 kilodan pas balan chiqmasin. Bitta ushat. Beni soğasın değil mi? Bu boya tarafımızı açık ürünüz yok, taraf olsun. Ya yoş babalar turda değillerden, bitti basılardan. Bitti bu yok, bunu uğradım, bitti güneştirdim. Namangan'dan Abdulatif polvon, Andijondan Yodgorbek polvon. Bana kattalaşırımız bo'ldi. İltimos to'ladilar. Kurashdik, Ramazon oldi. Ve buni mehmonlar kelganda Farg'onadan, Namangandan, boshqa tumanlardan shu polvonlarni kurashtiringlar. Andijonlik polvonlar shular so'raylar. Yoshlar to'xtatinglar endi, yoshlarni. Bo'ldi, Abdurayim kattalashtiradi joninki, aynan. Umidjon, to'xtatinglarda kurashdi. Orqani ochib olmasa, narada ko'rolmayapti ekan, keldi kattalar. To'xtatinglar, bir kurashdi, to'xtating. O'zlaring qilyapsizlar, polvonlar aytmaslar. Chekkaga chiqishgan. Yosh to'g'ri, eksportga oldirib bo'lmaydi, xo'jaman. Mana arkadagi odamlar muhitda Havarilar aşağı, kaçuvariler aşağı evde. Kaçıyla? Ve sizler kaçmayınca kürek başlanmaydı. Kaçıylar aşağı doğrunu diyor. Kaçuvari. Kaçmayın. Qani bularni sudiyasi sizmi Umidjon? Narigini sudiyasi kim? Bo'lmasa qo'yib yuboring. Sudiyan yo'q bo'lsa senlar. Umid Ismatilla bormisan? Ha, olishtiring. Ashirbek. Ashirbek davom.
Bosganga hech narsa yo'q, dangali. Qaytaryapti, yo'q, qaytaryapti. Yaka Sherbek. Paxtabatdan Firdavs polvon, Marhamatdan Diyorbek polvon. Öte sallama ben sallama. Bering so'rani Yig'latdan varib chekilyapti. Mana qo'shqormay qo'shib beryapti. Nima bo'ldi? Necha yami bular bobirmish? Ikkovini ham tarafi yo'q, dam olursin endi bular kichkinalarni. Kichkinalar dam oltiringlar. Umajon nima bo'ldi? Yutdimi? Bering so'ra. Faqat kattalar 50 kiloni tepasidagilar endi, va kichkinalar. Bo'ldi, ushlating. Qat bilan qat. Baliqchi Andijon, ushlating. Voy. Halol. Mayli, birinchi kasani Omonjon kallasi tegib qoldi o'zini. Ushlating. Sochi ham sotib qo'ying. Halol aka kimniki? Belini bilma. Cho'zil. Marhamatli Abdulnosir. Cho'zil Azillo. Belini berib qo'yasiz. Namangandan Arslonbek, ushlating. Belini. Belini berib qo'yasiz. Cho'zga o'tkazdi, cho'z tusha. O'ynat berin. O'ynat. Katta Azillo. Davay Azillo. Paxtabatdan Halilillo. Belini o'ynat Azillo. Belini o'ynat. Namangandan Bobur Bahodir. Nima belini o'ynat ol. Ha. Mashada mana hozir bitta Qirg'izistondan bitta mehmonimiz kelgan ekan, Noqatda. Keling aka, iltimos, siz mashada hojiba so'rayapti. To'ydan sizga esdalik sovg'a bor ekan. Keling aka. Mashrab polvonni o'g'li, keling. Andijon Xo'jaobod, Farg'ona. Belini o'ynat olasizmi? Belini o'ynat. Bosmaylar, bosganga hech narsa yo'q yigitlar. Dangaliga oladi. Kurash! Qani keling o Mashrabxon to'ra tomoni. Halol. Bu ham halol.
Bor ekan, men oldin. Hammalari ham shu parlamentlarning nevaralarini tomoshasini ko'rsatib, hammalari Kurashni to'xtatib turinglar, kurashda bu Qirg'izistondan kelgan mehmon tabrik so'z aytyapti. Mutal Hojatom, dadam Rahmali bilan birlashib katta bo'lib kurashish yurishar ekan. Hammalaring ham shular singari ovri top chiroyli kurashlarni o'tkazib yurolinglar. Hojibay sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi shu Hojibodan chartmas bo'lsa ham mana shu sovg'an olib ketasiz, xudo xolasa. Xush kelibsiz, rahmat. Ismatilla yana ashtomon chiqib ketdi uka, ashtomoni chiqib ketyapti sen tomon. Paxtavod iz bosgan. Paxtavod iz bosgan. Bobur Mirzo ashada ham surar ekan. Kichkinalar bo'ldi 50 kilo tepasida kurashtiringlar. Yana bir bor kurashga chiqib. Hali shunimi? Asay. Farg'onali polvonga direktor bo'ldi. O yangi-ku. Akiyam hisob qo'lini qo'yib keyin shu yonboshmas, olib keling ashuni qo'l qo'yib yubordi, olib keling. Shu yashini yutdi. Ha, bu ham halol. Kim qaradi bunga? Ber, qo'shib besorini. Yozyapti polvon aka. Hop, Oltinko'l baliqchi ushlating. Oltinko'ldan Sodiq polvon, baliqchidan Abdurahim polvon. Andijondan Abdulhay polvon. Namangandan Ozod polvon ushlang. Ikisiga. Kecha buni prognozasi yo'qdi. Hop, Farg'onali yutgan polvonga Xo'jaoboddan Asadbek chiqyapti ekan. So'g'asi Qaracha, Oltinko'l, baliqchi Oltinko'l. baliqchi Oltinko'l ushlating. Siz kurashing, chicha bo'lmay adab chiqarib olasiz. Hamma qo'l chiqib ketdi. Sadirda. Oyoq ilma deb qo'ysin. Beni xush beradi. Qo'y, bo'ldi, damasini endi, Ismatilla kichkinalar. Oyog'ini tayda qolib ketsa travma oladi. Qo'y, kichkinalarni kiyintiringlar, bo'ldi, kichkinalar kurash tomon, o'tirsin endi kichkinalar. Halol atroq futbolka. Seni olib keling. Bu ham halol. Bir yere çakır düşme. Bu iki oluyor ha? İki oluyor. İki oluyor. Anlar babadan var. Cemal'dan gelin Cemal'dan. Anjali Abdulhay polvondan Namangandan. Endi-chi, endi kurashlardan ko'payib ketib qoldi, hakamlar ko'payib ketib qolyaptimi yo kurash ko'payib ketib qolyaptimi? Ha. Mustajara. Alıştı balon. Hadi. Tamam, aptil. Uni javob chiqish balon. Aptil. Ha? Otdagi rahmat. Halol. Aptil.
Farg'onadan yordam yıkılmaganmi? Har ikkalasi ham. Yıkılgan polvonni olib kelsanglar suv tema bilan chiqaman. Olib bo'lish shu, ha? Bo'ldi. Olib kelmayman shuning uchun. Yıkılgan polvonni olib kelsanglar suv tema bilan chiqaman. Bu bo'ladi. 5-chisiga. Noyadan kurashtiryapmiz. Ishoncha qiladigan maqsad. Mustafaga keling, noqatdan keyin polvon. Aka. Hozirgina yutgan Xo'javodlik polvonga taraf bo'lib, Yozyovondan kurashtiring polvon. Azizbek polvon Yozyovondan. Chegara chiqib o'ylar, iltimos endi 8 kurashamiz kattalashtiryapmiz, chegaraga chiqinglar. Yosh katta hoji bolalar mazah tomosha qilsin. Abdurahim aka so'ragan so'rayapti. Hali Kristoli polvon qani? Meni oldimga keladi. Hali Kristoli. Ya menga keldi. Murabbiy chiqaveringlar-da shunday. Murabbiy yo'g'ini chiqaveringlar. Hakam yo'g'ini chiqaveringlar. Mana nimadan? Madaniyatdan o'tgan Qirg'izistonlik polvon. Qo'chqorotadan o'tgan Qirg'izistonlik polvon. Ismi Nurbek. Nursulton. Yesa 50 Andijondan qayerdan kurashdi. Hakamlar o'zingizlar bolalarga qaranglar, hakamlar. Bo'lmayapmiz. Bosgan Kim hakam bo'lsa ikkoviga kurashda bo'ladi. Senga taraf chiqdi. Bu katta bo'lib ketdi. Mana hojibamiz sovg'alari bor ekan. Endi shu to'yxonadan oz bo'lsa ham ko'p to'yni ko'rasizlar. Sultonga tarqatyapti. Farg'ona, Namangan murabbiylarga beringlar, murabbiylarga, hakamlarga beringlar. Hakamman kelsa sovg'a bering. Hakamman kelsa sovg'a bering, bo'lmasa bering. Andijondan Imomali polvon, Namangandan Azamboy polvon. Bu har ikkalasi ham yoshlar o'rtasida o'tkazilgan jahon chempionatining kumush oltin medal sohiblari. Har ikkalasi ham zo'r polvon, har ikkalasiga omad tilaymiz. Chiroyli dangal kurash qilib beradi. Omadinglarni bersin. Amin. Allohu akbar. Va ko'payib ketmadim. Siz zapot o'tatiringlar 2000. Hal bo'lsa keyin kurashtirasiz. Boshqa faqat dangal ko'tarib yiqtinglar polvonlar. Kurash ko'payib ketmadimi kurash? Ismatullo va Kristoli polvon. Xolos, bering savollarni. Tarafimizni keyin kurashda berasiz. Tanishtiring polvonlar. O'rtada kurashing, o'rtada. Ismatullo tanishtirib qo'ying, Ismatullo polvonlar. Hakamning o'ng qo'lida Qo'chqorota Qirg'izistondan Qo'chqorotadan Yodgorbek polvon Andijondan. Andijon shahrida kurashtiring.
Chegaraga chiqinglar, chegaraga iltimos. Nechta kurash bo'lyapti o'zi? Qanday qo'l chiqaversa? Paxtavoddan Humoy Mirzo polvon. Taraf bo'lib chiqyaptimi? Kurashda Namanganlik polvon Abdulatif polvonga taraf bo'lib. Ash Abdurayev chegaraga qo'yib 6 yil davra kichayib ketyapti-da, kurash torayib ketyapti. Necha yo'q? Necha damosin? Xonobod qash boryapti? Yozyovondami? Oyoqqa tushdi-da. Mana ko'ryapsizlar, mashina yomon xolos. Futbolda ustozdan bo'laman. Mana eng yomoni bo'ru. Qirg'izistonlik polvon chiqgan to'g'ri. Qirg'izistonlik polvon sovg'alaydi, bering sovg'asini. Ismatulloh bir ming davotdan oshna. Mola hal bo'lsa keyin kurashtiramiz. O o'rtada 4ta 5ta parol ketyapti. Nurbek, shunday ha. Zavod berdi. Qanali yushlaga. Shunday bo'ldi. Tomon ko'rsam men ko'rib tushlamay ketdim. Polishmasin kapkalar ham. Kaplar, o'rtoqlar. Bular trenерlar ham, boshqalar ham xato bo'lmaydi. O'zlarga olqaylardan kurash tomosha qilganlar. Tayyor bo'lib turinglar kaltaga yetishga. Xato bo'lmaydi. Chiq, qami. Chega chiqib olinglar. Davrani kengaytiring, qahramoniga boplansa ekan. Biz haqiqatdan urib qo'yamiz. Tumi bering sovrinni. Sovrinni bering. Tarafini olib chiqib kurashtiravering. Kurashni bir g'ashak olsin. O'rtada ishlar polvonlar, o'rtada ishlar. Mehnatingiz zoya ketmasin, ha? Tanishtiring polvonni. Hozirgina o'tgan Qirg'izistonlik polvonga taraf bo'lib, Oltinko'ldanmi? Kurashtiring polvon. Oltinko'ldan. İltimas ötmeler ki olyapsizlar, tutib olyapsizlar. Mana mahallaga haybiye polvon. Tarafisi kurash beraman deyapti. Kurash beradi. 60 kilometrga kurash beradi. Tarafga chiqsin. Yozyovonlik polvonga Andijondan Uzovoddan Ulug'bek polvon. Taraf bu. Zafar taraf. Sovg'alarni bo'latiramiz. Beda katta kichkina. Bu sayr kurash bilan musobaqa kurashi alternativ farqi bor. Sportning kurashda ves ko'riladi. Bu sayrda ves ko'rilmaydi. Tarafma taraf. Yigitgan polvonning orqasidan 50 kilo bo'lsa Yusuflar ham chiqib kelishaveradi. O'rtaga chiqmanglar polvonlar, o'rtaga. Haydam o'zi bola olib kelsa iltimos. Bela sovrin uchun emas, or uchun kurashinglar polvonlar, or uchun. Yiqilgan polvonning orqasi bormi, yo'qmi? Orqasi tugasa, ina chiqaringlar. Ketdi. Jon bolamni o'tirib.
Rozovali palvon bering sovg'ani. Mehmonlarni chaqiringlar palvonlar. Kristoli palvon yutdimi? Xolos berash palvonga. Bilan bering. Otangga rahmat. Oting ismi Nursulton. Sen birinchi qo'ydimi senga? Marhamat. Marhamat otiga. Hurmatli hakamlar, 1 minutga kurash to'xtatinglar, 1 minutga iltimos, 1 minutga to'xtating kurashni. 1 minutga kurash to'xtatinglar. To'y qilyapti. Mana shu yerda Andijon viloyatining bosh murabbiysi, Andijon polvonlarining ustozi Ravshan polvon akam, o'zining ichida sovg'asi bor ekan Hojibomga. Marhamat Ravshan aka keling, arzimas sovg'asi bo'lsa topshirib qo'ying. Keling Hojibo. So'zni avval Ravshan akaga beraman. Marhamat. Qarsa chopinglar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar, polvonlar. Iloyim doimo yelkalariga tegmasin. O'zbekistonimiz bayrog'ini baland cho'qqilarda ko'tarib yuravringlar. Mana bugun Mutal polvon buvomi xonadonida katta tantana, ham nevaralariga sunnat to'yi, ham polvon buvomi 91 yoshlik yubileyi bo'lyapti. Shu hammamiz ham shu polvon buvomga o'xshab uzoq umr ko'rib, yurib, boshqa bir ochiq chehra, ochiq yuz bilan shu polvon buvomni xarakterdagi odam uzoq yashaydi ekan. Iloyim polvon buva, martabangiz bundan-da ziyoda bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin. Doimo hamma polvonlarning bosh kattasi bo'lib, hammamizni duo qilib yuravering. Azamjon, mana zar to'p olib kelib Hojiboyev, qarsan chop qo'yinglar. Muborak bo'lsin. Shunga polvonlar davrasida sizlar yoshlar yuravering Hojibo. Muborak bo'lsin, Hojibob kuyov bo'lib o'pib qarsan chop qo'yinglar. Ilohimiz ham sizni yoshingizga yuraylik, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Uning raqibi Namangan viloyati Hasanboy polvon jahon chempioni yosh o'rtasida. Har ikkala polvonga bitta polos kurashni chiroyli qildi. Namangan hodiga yutgan namanganlik polvonga taraf bo'lib, Bayish polvon Osiyo chempioni yosh o'rtasida kurashli polvonlar. Mana endi Osiyo jahon chempionlari chiqib kurashyapti bu davramizga. Yoshlar sakkiga olib chiqinglar endi, oyoq-oyoq tegib ketib qolmasin. O'rtaga chiqqan polvonni kurashtirmang, o'rtaga chiqqanlar kurashtirmang. Bittasini kurashtirmang hammasi. Chiqavering hammasi. Tarafini ochib, tarafi kurashaversin. Hakamda o'ng qo'lida Ilyosbek polvon Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidan bir necha bor O'zbekiston chempioni, sport ustasi. Universitetda hozir 2-kursa. Otangga rahmat. Uning raqibi Farg'onadan Ozodbek polvon, yosh o'rtasida O'zbekiston chempioni, Farg'ona viloyatidan. Har ikkala polvonga omad tilaymiz. Chiroyli dangal kurashga bersa polvonlar. Mana polvonlarimiz saralansa. Polvon. So'g'alaba. Mash polvon Bulovosh tumanidan Bayishbek polvon, ismi Bayishbek. Bir o'tkazilgan yosh o'rtasida jahon chempioni, 77 kirganda jahon chempioni o'sha polvonimiz. Bering sovrinni. Tarafida chiqib kurash beraveradi. Bu yerda mana havas chaqlangan polvonlar. Hozirgina yutgan oltin ko'lli polvonga taraf bo'lib, Farg'onadan Asilbek polvon. Har ikkalasi ham o'z vazirlari bo'yicha sport bir necha bor sport sovrindorlari bo'lar, sport ustalari. Namanganlik balandroq ko'tar menga qara. Namangandan
Asadbek polvon yoshlar o'rtasida bir necha bor O'zbekiston chempioni, jahon chempionati sovrindori. Adashmadimi? Otingga rahmat. Bo'zdan Mirjalol polvon yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempioni. Kurashning polvonlari. Hisob g'alabaga Ahliddin polvon erishdi. Pulga polosko deb bering polosini. Otingga rahmat. Mahallani polvonlar kurashdi. Faqat zo'r polvonlar chiqdi. Beri ikkita zo'r polvon qolish kerak. Bugun mana shu to'y kurashimizda katta sovrin qo'yilgan. Xudo xolasa ikkita zo'r polvon aniqlaymiz bu yerda. Hakamlarga ham odilonalikka aytamiz, iloji boricha hakamlar halollikni beringlar polvonlarga. Hech kim o'ksib ketmasin. Hakamlarga aytib bersanglar, hakamlarchi. Endi nima qilay? Men bu yerda olib chiqa olmayman-da men. Abdurahim aka kelasiz, Sultonga so'rayapti. Abdurahim aka. Sultonga so'rayapti sizni. Sen chegaraga chiqib olsanglar, mana shu birinchi chegaraga chiqinglar, keyin kurashtiraylik sizlarni. Jamoldan bitta hakam tayinlab bermas. 80 kg trener yo'q, hakam yo'q. Baliqchi xo'ja bor. Bir soatda bet tutmash. Hakamni men chaqirib beraymi? Chaqiring bitta. Bismillah, bitta kurashtirib bering. Xo'p bo'ladi aka. Bir ozim gapimiz mani kurashni biladimi? Oy ko'ramiz. Tanishtiring polvonlar. Baliqchidan Muhammad Mirzo polvon. Muhammad Mirzo polvon baliqchidan. Xo'javatdan Mahmud. Xo'javatdan Mahmud polvon kurashtiring polvonlar. Kim? Jalaqaduli polvon bilan Oltinko'llik polvon. Zo'rlanib kelgan polvonlar. Hozirgina yutgan Asilbek polvonga taraf bo'lib, Oltinko'l mashhur qishloqdan Hayitbek polvon. Har ikkalasi ham bir necha bor O'zbekiston chempionlari, o'z yoshi bo'yicha, o'z vaznlari bo'yicha bu polvonlar. Chiroyli dangal kurashga beringlar. Shu kurashni yaxshi qilish ham, yomon qilish ham siz va bizning qo'limizda, hurmatli hakamlar, hurmatli murabbiylar. Jalolning beri sog'lig'ini beringlar. Iltimos, hozir qilinglar. Taraf tutinglar, taraf tutinglar. Dangallab kelinglar, cho'laga kitganlab kelinglar. Emas chaptomon chiqib qolyapsizlar, chaptomon. Chegaraga chiqib qo'yinglar. Bittimi? Bering sovrinni. Kurashaman degan bir faxriylar bo'lsa kurashtirib beraveramiz. Dublyar polvon, qarz qo'lingiz ko'tarib qo'ying. Qani ayib kurashadigan bo'ling. Bular kim qarayapti? Ismat qarayapsiz bularga. 792 mashina OPSga chegaraga qarab turibdi. 792. Qora trekker ham barisa bo'lsa ko'p bo'lsa qora trekker. Opoylar tezroq kasalxonaga opoylar. Qora trekker. Men gapimga qarab turganiga senda Susonov desam uruverding. Bering sovrinni. Bering sovrinni. Ismat polvon. Olov puldo. Mana bitta zo'r yutgan polvonni aylantirib olaveringlar. Bir 5-4 so'm chaqirib. Meron, hakkam o'sha qo'qma. Buni ham yutasan meron. Yutasan buni. Kurashtiring. Ani Yozyovonda Farovon Yozyovonlik polvonga taraf bo'lib, Baliqchidan
Har ikkala polvon ham eng yaxshi polvonlardan. Qo'l qo'yvormayman polvon. Qo'lini qo'yvormanda polvon. Belvoli kurashda qo'l qo'yvorsa, oyoq solsa, sirrazi mag'lubiyat e'lon qilinadi. Apa bo'lmaydi. Qo'li tirama bo'ladi. Oyoq menga endi hakamlarga. Qarang polvonlar. O'rtada ishlaydi. Bolalar, Kattalashtiring, katta polvonlar kattalashtiring. Hakamlar yaxshilab qarab turinglar, hakamlar. Polvonlarimiz zo'r bo'lmasin. Uzoqdan kelgan polvonlarimiz. Kurashtirma, chiqaring ularni. Chiqaring. Kurashtirma, chiqaring. Kattalashtiringlar, olib kiringlar. Davrani esa kengaytiringlar, davran suringlar, chekaraqa davrani. Davran suringlar, davran chekaraqa chiqinglar. Tomonlarga. O'yinchoq finalda kurashgan edi. Farg'onalik bola buni yutgan edi finalda. Bu ikki taraf ekan. Abkeling chiqani, o'rtasiga kiring chiqani. Farg'onalik edi. Humoyun Mirzo. Farg'onadan Humoyun Mirzo polvon o'tkazsa va bu polvon yutgan ekan, to'g'rimi? Bu yutgan ekan, Farg'onaning polvon buni yutgan ekan, Andijonlik polvonni. Zo'r kuchli polvon, buni ham biladi. Orqasidan taraf bo'lib chiqibdi mana o'zi, quvlab kelibdi mana mashinaga. Ikkini kurashtirib chiroyli sovg'a qo'yib beramiz. Biri Farg'onadan, biri Andijondan, har ikkalasi ham o'z vaznlari bo'yicha bir necha bor O'zbekiston chempionlari, O'rta Osiyo chempionlari polvonlar. Yo'zevondan Muhammadali polvon. Xo'javotdan yiqilmadingiz polvon. Kurashtiring. Yiqilgan polvonni olib kelmanglar. Faqat yiqitgan mehmon polvonga Andijondan Nurullo polvon. Kurashtiring. Kurdiston Qo'chqorota. Taraf bo'lsa chiqib kurashmay oladi. Tarafma taraf olib kelinglar, tarafma taraf. Polvonni zo'rini olib kelinglar. Yutdimi polvoning? Yana taraf bo'lib chiqib oladi. Tayyormi? Kurash! Bering. Bering sonra. Koş böyle polvon. Bering sonra. Bak. Abkeling. Ulug'lar bilan iz bosganlar. Kurashtiring. Tanishtiring. Hozirgina yutgan. Ayjax. yer yonboshib qoldi. Otangga rahmat, sovg'alar. Mana kimga? Ahlidan kel. Duoda choyni kel. Xo'p. Farg'on Abdurahmon aytdi. Hozirgina yutgan buni yutgan Ramziddin polvonga taraf bo'lib Asadbek polvon Farg'ona viloyatida kurashtiring. Kurash shunaqa bo'ladi-da, orqasidan chiqadi. Ori bor polvon orqasidan chiqadi. Ori yo'q bo'lsa, tugagan bo'lsa, keyin aytadi, tugadi bizniki deydi, keyin o'sha kurashtiraveramiz. Hozirgina yutgan Ahliddin polvonga taraf bo'lib Namangandan Jamoliddin polvon. Kattalar o'rtasida O'zbekiston chempioni, sport ustasida jahon chempioni. Bu yosh o'rtasida Osiyo chempioni bu. Kurashtiring, har ikkala polvonga chiroyli sovg'a qo'yamiz. So'zdan hozirgi bolaga Qo'rg'on tepadan kurashtiring. Bosh yo'q, faqat dangali. Halolini olib kelinglar. Oyog'ini osmonga ko'tarib yiqitgan polvonni olib kelinglar. Chala bosganni olib kelinglar. ustoz 4-yiqitish. Ey opangga rahmat. 4-yiqitishi. Bering bitta sovrinini. Qirg'izistonlik polvon Nursulton polvon sovg'alab berishdi. Opangga rahmat. Sovrinini.
Endi parani esa ozaytiramiz endi. 3 ta para qilamiz o'rtaga bo'ladi. 3 ta para qilamiz, qo'ya hakamlar davom turaveringlar. 3 ta para qilamiz. Yo'q. Bo'ldi. 3 parani oshdi qilmaylar. Kurashtiring. Mehmonlar. Ma'murda to'xtatdi. Kelinglar qizlar, polvon qizlarimiz mana. Kelinglar qizlar, kelmaga o'tinglar, kelinglar-chi qizlar. Bu qizlar bu darga tushib tortyapti, ertaga musobaqa tushsa bular sher bo'lib ketadi bu qizlar. Sovrin bering, keling. Rahmat qizlarimizga, iloyim mashina qilib, kurashib, O'zbekistonning bayrog'ini yuqori ko'tarib yuringlar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ver, rahmat. Judo bo'yicha yosh o'rtasida berish bitta. O'zbekiston chempionatimi yo viloyatmi? O'zbekiston chempionati. Otasiga rahmat. Otasiga rahmat. Ham Makkan tomonidan o'ragandim, chempion haqqim bormi yo'qmi? Yo'g'on keldi, yo'g'on yo'qsizman. Tabilaman, bo'ldi hojiblar. Iloyim chempion bo'lsa, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarsin. Ozodbek polvon Farg'ona viloyatidan. Andijondan Bayishbek polvon Andijon viloyatidan. Har ikkala polvon ham o'z vaznlari bo'yicha bir necha bor chempion bo'ldi. Amin, omadlar bersin. Allohu akbar. Ikki polvon finalga chiqib, jichcha sport bo'lib, YouTube bo'ldi. Endi mana shu yerda halolini ko'ramiz. Nima jimsizlar qarsaq cho'maysizlarmi? Ovqat yemadinglarmi? Nima hayronman sizlarga. Bu polvonlarni bor-ku, bu polvonlarni zo'r yutgan polvon chaqirib 5-4 so'm beringlar, duo so'ranglar bularni. Ikkala polvonga omad tilayman. Chiroyli dangal kurash qilib beringlar. Yutdim polvoning bersin. Nega kelmadi? Ashetib tarafga ayt. Hakamim. Boburjon, Mujorakov. Qani polvonlar, mana zo'r polvonlar chiqib kelyapti daralarga. Bu yerda mana ne только O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni, jahon chempioni polvonlar kurashyapti bu yerda. Bularga bir qarsak cholib, bir balet qilib qo'ylar bu polvon. Bekaga tanishtirmaydi bu polvonlarni. Havas qilganlar bo'lsa, chaqinglar bu polvonlarni. Qani?
Kim so'zi hakam bo'ladi? Qara hakam kim tashkil bo'ladi? Ismatullo qarisiz. Ve qa'da yuribsiz Ismatullo. Nima qaramaysiz? O'zi hujum qilyapti. Onlarda bular. Yoshi o'ta zo'r kuchli polvonlar bular. Sultan 5-kishi. Ikkovsi ham zo'r polvonlar. Biri Namanganda, biri Andijonda. Bu bittasi Qirg'izistonda, bittasi Oltinko'lda. Bularning polvonlari Ismatullo bo'lib, ikkovsi ham zo'r polvon. Biri Farg'onada, biri Andijonda. Zo'r polvonlar yig'ilgan. O'zbekistonda bu polvonlar faxrlari bular. Yosh polvonlar bular. Sizga halol dedim nima? Halol. Beni sağ olun. Meni qaranglar, akalar, iltimos, ey, doktor, chekka chiqmanglar. Men turibman, men hal qilib chiqarib beraman. Javob beraman. Ha, xo'p. Yaxshilab qaranglar. Ha, polvonlar. Bering sog'inni. Sog'inni bering. Bu yerda bitta bu yerda kurash emas, boshqa hamma yerda kurash bor. Shuning uchun bir-birlarning mehnatinglarni rioya qilinglar. Bir-birlarga hurmat, hurmat. Bu yerda bitta bu yerda kurash emas. 28-chi bu yerda yiqilgan polvon 28-kuni Quvada bo'ladi, Quvada. Qosim polvon aytib ketdi-yu hozir. Ashaga olib boringlar, otangga rahmat, xolos. Buniki ham xolos. Olib keling polvon. Men Qirg'izistonlik polvon sovg'alab berishdi. Olib keling, Zafar olib keling. Bering sovrinni bering. Bering sovrinni, bering. Buni ham sovrinni bering. Mana bana chiqadi, men aqsam Mana qani polvon. Hozir ikki andijonlik polvonga qarab bo'lib, asabi yiqilmagani, menga qara. Asabi yiqilmadimi? Yiqilmagan bo'lsa-ku, yiqiling. Berang hamma tomosha qiling. Qarasanglar mana. Ujayniki. O'rtada 3 ta para qilinglar, 3 tadan oshmasin. 3 ta para yetadi o'rtaga, 3 ta para. 3 ta para. Bobur to'xtab tur 1 minut. Bo'l, orqasidan chiqadi hozir. Bittasi halvoyandagi olib chiqasan, yozini Qirg'izistonlik bilan olib kelib. 3 ta para qilyapmiz-da hozir. 3 tadan bitta halvosa sira olib chiqasan. Daminatni jamoa bilan qattiq kurashasiz. Yana nelar dedim. 3 tadan oshib kurash bo'lmaydi. Davay janchi. Bu dinni qilishga bir ro'za. Yetalajib. Sug'ur! Oylar! Ben Aslan. Hey. Kerak emas. Nima deyapsiz? Chek. Boshqalar. Qani ha, polvonlar harakat qilamiz. Ey otangga rahmat. Fakat senlarga o'tirib pasapasan aka. Ayron bo'lmaydi.
Qani ha, bu polvonlar to'g'ri yosh bo'lgani bilan sovg'alar akil. Raqibga ketgandan keyin turgizib yelkasiga qo'ygan polvonlar tashlab ketib yormaylar. Hurmat bo'ladi. Yakuniga bo'lmaysanmi? Mana yakuniga yetib qo'yay. Jamoa bilan kurashib oldi. Bo'lib O'zbekistondan mana shu mahalladan Oltinko'ldan, shu mahalladan Haydibey polvon hozirda mana jismon tarbiyada talaba bo'lib o'qiyapti universitetda. Har ikkala polvonga ham bitta kilo kurashtiring. Biri Qirg'izistonni Qo'chqor otada, biri Oltinko'l Mashqishloqda. Bir bilan ular bosmaylar yigitlar. Ko'tarib aylantirib ishlaylar. Otangga rahmat. Sog' g'alabaga 5 ga polvon sovg'a berishdi. Aylantirib o'rasiga mana chap tomondan bering. Chap tomondan aylantirib o'rasiga masala. Mana otaga rahmat. Aylanguncha tarafi chiqib tayyor bo'lib tursin. Ajrash kerak bo'lsa nima bo'ldi? Oğlum ne veren bu? Taraf bu kurashmaydi, kurashdi. Raqib o'zi rozi bo'lsa kurashtirib bering. Bir marta ruxsat senga. Yaxshilar qabra. Atanga rahmat. Sudda nima bo'ldi? Halolmi nima? Halol. Bering. Qayerli polvon, baliqchilik ham polvon. Bering sog'lig'ini. Atanga rahmat polvon. Kimdan kim taraf? Olib chiqing. Kim edi? Malades. Aylantirib olsanglar ham bo'ladi polvon. Bitta kilom beradigan bu polvon. Otaga rahmat. Tanishtiring Bobur Mirzo. Hakamda o'ng qo'lida Namangandan Asadbek polvona, uni chap qo'lida Ramziddin polvon, Andijon viloyatidan. Biri Namangandan, biri Andijondan. Ikkala polvon o'z vazirlari bilan. Zo'r. Armoni bo'lsa, bori armoni bo'lsa 28-kuni Quva shahriga olib boringlar, armoni bo'lsa kechada kurashtirib beramiz zamonasi inshaalloh. Polvonlar shkol. Iloji bo'lsa bori yoshlar chekada o'tirib olsanglar, chekada o'tirganlar tomosha qila olmayapti. Kimga kim taraf? Olib chiqmaysan taraf qani? Bayshbey tarafi qani? Bayshbey tarafi. Hozirgi ikkita baliqchilik polvonga taraf bo'lib, Xo'jaoboddan Ulug'bek polvon, mashhur ixtiyor polvon do'li, yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempioni, sport ustasi. Ixtiyor o'zidan kurash beraverasiz, ixtiyor. Tayinlab turing orqadan. Mashhur o'tkir polvon do'ligan polvonlar, qani har ikkalasiga chiroyli kurash qilib bersin. Otasi va otalari kurashadi, bolalari kurashadi. Qani?
O'rtada kurashinglar, o'rtada, Ulug'bek o'rtada chiqinglar, o'rtaga. Abke. Yosevondanmi? Qaydan? Shoshilma, keladi. Farg'ona Yosevoni. Buchi, Andijon Paxtavod. Kurashtiramiz. Ayaqni olib borma. Sog' g'alaba. Abkelik bola, sog'ni bering. Endi davom tursasana endi. Ko'rishib qo'ylar, Ahmad. Ahmad Usta. Yigitgandan keyin raqiblarni tisha qilib, tug'ilib ko'rishib qo'ylar. U hurmat bo'ladi bir-biringlarga. Bo'zlik, Bo'zdan, Andijondan. Harakatasi Andijondan ekan, Bo'z Andijon. Kurashdi. Endi polvonlar abkeylar, qani kurashaman degan polvonlar bormi? Chempion polvonlar mana Namangandan, Farg'onadan, Andijondan polvonlar bor. Chiqinglar, kurashinglar. Yiqilmagan polvonchisi o'rtaga, yiqilmagan. Baliqchilik polvonga taraf bo'lib, qo'lni ko'tarib qo'y. Baliqchilik Muhammadjon polvon, to'g'rimi? Uni taraf bo'lib Andijondan Islombek polvon kurashtirgan. To'xtatib bitta o't halol bo'lsa. Ana halol bo'ldi. Halol. Ismatullo kattalarga yo'qsa. Aytdi bu, yana qaytar aytaveraman. Qo'lini qo'yib yuborgan polvon, oyoq so'ygan polvon usradi mag'lubiyat. Qo'l qo'yib yubormanglar. Masmatilla. Ikkovmi, olib keling ikkovmi. Faqat mana bitta halogandan kurashtirib berasiz. Yıkılmagan. Halal. Abke polvon, sovrinni bering. Manali katta polvonlar va kurashaman degan polvonlar. Endi sekin uni mutlaqo hal qilib beramiz endi mutlaqo. Kim kurashadi mutlaqo? Kurashtiring. Halol. Muhammad Ali polvon, bering sovrin. Ha, işte qani chaq Ro'zon. Kel Ro'zon bitta kurash ber. Qanasa, kim kurash beradi shu polvon? Ikkovini olib keling. Qani hakamning o'ng qo'lida Humoyun Mirzo polvon Andijon viloyat Paxtavoddan yoshlar o'rtasida o'tkazgan Osiyo chempionatini g'olibi, oltin medal sohibi Paxtavod tumanidan 2005-yil o'tkazilgan, may oyida o'tkazilgan Qoraqalpog'istonda o'tkazilgan Osiyo chempionatining g'olibi. Halol, olib keling. Abbosbek polvon Namangandan kattalar o'rtasida O'zbekiston chempion sport ustasi, jahon chempionati kumush medal sohibi Namangan viloyatidan. Biri Andijon, biri Namangan viloyatidan. Bularga sovg'alar bo'ldi, bering sovrinni. Otaga rahmat polvon. Sovrinni beringlar polvonlarga. Katta sovrin beringlar. Ro'zon polvon, Mash polvonga taraf bormi? Kelib beradimi kechi? Vazni 75 kilo. Kim kurashlamasa kurash beradi. Asakada. Zo'r sovrin qo'yib bering. O Abdurahmon kim? O Abdurahmon kim? 1 minutga qarab qo'ying. Qani ha polvonlar? Katta. Nakasa.
Shunaqa bosmaylar bu bilan. Faqat dangal bo'lsa, oyog'ini ko'tarib aylantirib ketinglar. Xo'p bo'ladi. Kurashtiring. Oxirgisi Bobur Mirzo bo'lardi-ku. Sizlarga oxirgisi bo'ladi. Oxirgisi bo'ladi. Oltin ko'l. Kim bor? O'z kurashlari bitti. Baxtiyor kim bor? Katta. Kurashmaylar faqat zaxir to'g'ri. Bahormi? Bitta Ro'zaxonga qo'yavering Ro'zaxonga. Adi bahordi. Nima bo'ldi bu? Qo'yvolatdi. Adi bahorda. Adqahor qarisan Namanganda Adqahor. Qo'lingni ko'tar. Qani? Qo'lingni ko'tar. Keyin Ro'zaxon keyin ikkovta kurashdi. Keyin. Bitta kurash beradi. Kim bor boshqa? Baxtiyor. Yo'q boshqa. Muhammad kim? Hazır gördük gözüm göreceğim onu çıkıyor. Nima qilyapsiz? Azam polvon qarisan? Soldat. Keyin tur. Qushida qarisan qushida keldingmi? Keyin kurash beradi. Kim kurash beradi qushga taraf bormi? Sen berib berasiz. Shuncha ko'taryapti sonlar. Qani ha polvonlar. Qani ha. Hikmatullo polvonlar bo'lyapti polvon. Oyog'i tesi yomon degan. Haftasiga rahmat polvonlarni. Ana gap bo'lyapti oxirgi. Jon bo'ldi polvonlaringiz. Ana bir rahmat bo'lardi. Bo'lur. Shayi, sormama tugashaganlar. Bu majda yukani bayizlar ketdi-yu. Ben mutlaqo kurashtirib bilan. Ayşe tarafdan turib. Qani ha polvonlar. Aylan endi. Sal qo'lyapti. Sal qo'lyapti. Qani polvonasi bu? Zo'r harakatlar bo'lyapti, shu oxiriga yetib olmayapti-da. Malades polvonlar zo'r. Bular aytyapti, qaysi bir jinni ayb qildi, shunisi qiladi. Bular havas chaqlagan polvonlar. Namangandan, Andijondan, Farg'onadan mana hamma yerdan polvonlar bor. Qirg'izistondan keldi mana polvonlar. Bosmanglar polvonlar. Ko'taring, dangal kurashinglar. Qani ha? Nima bo'ldi? Bo'ldi. Akam o'rtaga hakam bor. Qarab turinglar, yaxshilab qaranglar. Ayyo. Ha, bak okuyamam. Beni sorun.
Bitta kurashtirgani ekan, bitta. Harakat, ha. Akili sağ ol. Otaga rahmat. Mana ne? Hozirgina yigitga Haydbek polvonga taraf bo'lib Farg'onadan Namangandan Ulug'bek polvon kurashtirdi. Ikkosiga 100 ming sovrin ekan Umidbek polvonlaringizga. Polvon kurashamiz. Nimadan ham 100 ming so'm mana, kenja voykamdan ham 100 ming so'm. 200 ming so'm bo'ldi. 200 ming bo'ldi puli. Katta gilamizlar. Ushadik. Polvon kurashamiz. Kim yana qo'yadi mana? Haydbeklar mana bu Namanganlik polvon bilan Mashillik polvonga. Yo'q. Harakat bekor. Ehtiyot bo'lib, qaranglar kurashinglar. Bo'g'imizdan. Ehtiyot o'tiringlar, yosh bolalar oyoqqa tegib qolmasin. Ha. Akin. Xolos. Bundan boshqa hal bo'lmaydi. Qo'lni qo'yib yubormasin. Xolos, akin. Bering sovrinni. Belivonli ko'z aytyapmiz, qo'l qo'yib yubormanglar. Kim qo'l qo'yib yuborsa, mag'lubiyat e'lon qilinadi. Hozirgina Namanganlik polvonga talab bo'lib, Zo'ltoy polvon. Yutgan Namanganlik polvonga talab bo'lib, Pirvichkasi Zalatoy polvon, ismi Nurbek polvon. Balachidan kurashtirib beringlar. Kurash! Yo'q, harakat. Bu halol bo'ldimi? Bo'ldi, bering sovrin bu bolaga. Ber. Abdurayim! Abdurayim! Atirga rahmat. Sog' g'alaba. Osiyo chempionati g'olibi Zalatoy polvon. Qani apchiqing. Keyin sen duodor chiqarmadi Ulug'bek. Har ikkala polvonga omad tilaymiz. Ikkalasi ham chiroyli dangal kurash bersin. Qani kim bilan kim apchiqinglar po, hakamlar nima savod berib o'rta? Savod beringlar.
bitta ora. Hey. Bitta. Hali kelaygan zo'r polvon shu ekan. Ulug'bek nima? Zalato. Chiroyli kurash ekan. Bitta ora Ulug'bek. Ve dublo polvon bor. Keling dublo polvon o'rtaga keling. Keling. Dublo polvon kirib keldi va davraga yoshi 76 da. Adashmadimmi? Va Tojmat aka. O davra ko'rish bor. Men u gapini Kurashlar bir-biriga ulanib ketsin, bayramlar bir-biriga ulanib ketsin. Shunaqa kurashlar birinchi bo'lishi deyapti. 20 ta emas, 200 ta kurash bo'ladi. Ashunda menga yaxshi bo'ladi-da. Shunaqa hammamizga yo'q. Gapingizmi? Ravshan polvonni ehsoniga bir duo qilaylik. Ilohi amin. Ravshan polvonni umri uzun bo'lsin, martabasi baland bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Shunaqangi sovrin beradigan saxiy odamlar bo'lib yuraversin. O'zbekiston Milliy kurash federatsiyasini raisi bo'lib ketsin. Farg'onacha kurash bo'yicha. Allohu akbar. Hokim bo'lsin, prezident bo'lsin nega? Polvonlar siz yoshlikni yuraversa, ilohi sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ular menga gilam bergan bo'lsa, Amin. ularga Allohdan qaytsin, mendan qaytmasa. Pullari ko'paysin, orzu havaslari. Allohu akbar. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana hozirgina yigitgan baliqchilik ismini berdi polvonni. Muhammad Rizo polvonga yosh polvon o'sib kelayotgan polvonlardan, to'g'rimi? Bu polvonimiz Ro'zoxun polvon bir necha bor O'zbekiston chempioni, sal pesaga chiqib qoladigan polvon. Chiroyli kurash beradi. Asakadan ikkalasiga bitta gilon qo'yib bering. Chiroyli kurash qilib beringlar. Endi bunday qilamiz, hurmatli kurash ishqibozlar, kurashchilar, kurashimizni oxirlab qo'ylar, katta polvonlar endi davriga chaqirib chiqmayapti. Taraf tushyapti, mashina to'yda egalaridan taraf tushyapti. Xolos, sog' bo'ling. Bering. Mengami? Endi Bayshbek qarisan endi. Bitta Ro'zaxonga kurash berasan. Otingga rahmat. Yosh kattaroq shogirdman, yosh kichikroq shogird bo'lyapti. Bu endi mana buni. Kattalar bu safar dam olar ekan endi. Oyoq cholish yo'q, hurmatli. Kelinglar polvon. Qani? Egosini mutlaq bo'laman. Harakat bekor. Kurashtiring.
Harakat bekor. Qo'shmayapsan, qo'yapsan, qo'sh qo'ymasdan. Oğlum qo'ymasdan ishla. Azam ishla. Yutasan. Odashon boshi giryapsan. Kirdi. Chakka o'tib ketdi. Tamam ki. Kurash bekor. Hakam doğum golida 5000 polvon Andijon viloyatidan bir necha bor O'zbekiston chempioni, yosh o'rtasida sport ustasi Bil o'tkazilgan Qoraqalpog'istonda. Lekin kurashi kattaradi kurashdaqa. Uning raqibi Ro'zoxon polvon Asagat tumanidan bir necha bor O'zbekiston chempioni, sport ustasi Ro'zoxon polvon Asagat tumanidan. Ikkalasiga 1 kilo. Akil. Omadlar biz. Allohu akbar. Chiroyli kurash qo'yaylik. Xo'javoddan Nurullo polvon, uning raqibi Humoyun Mirzo polvon Paxtavod tumanidan yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni. Jahon Osiyo chempioni. Kurashli polvonlardi. Yutganiga 1 kilo. Yurgizib yelkasiga urib qo'yinglar. Agar raqibini norozi bo'lib, yana kurash beraman desa, kelgan safar 28-kuni Kubada kurashasizlar, xudo xolasa. Aylan! Suvni ochib olmanglar, suv bunaqa suvib ketibdi. Yoshlar, bek suvni ochishma. Qaytma, oyoqni ko'tarib olish. Uni Ro'zoxon bilan Bayshbek kurashiga borib, ikkovsi 1 kilo qo'ydiga. Ularni yutganiga mana Bezod polvon. Bezod kurash beradi, ikkovsi yutganiga. Ha, mutlaqo kurashadi, yutganiga mutlaqo Bezod bilan kurashadi. Qo'yni olib qo'yinglar, mutlaqo qo'yini. Rahmat berib qo'yma Nurbek. Nurbek. Kaç taraf Yürüme. Aylan! Zor. Çıkayapti, zor. Bezodga kurashaman degan polvon chiqarsa kurash beraveradi Bezodga. Pulini ko'tarib qo'y Bezod. Va jinda orqaroqqa bor polvonlar. Yiqilmagan, butun polvon bo'lsin. Hoji buvamdan Ravshan akamga esdalik mana to'ydan to'yona bir kartochka olib qo'yinglar. Rahmat. Keling. Hojiba, Xolos. Ro'zoxon seni yaxshi keldi. Ha. Otaga sog'lamaga Ro'zoxon polvon ishdi. Bunaqa polvonlar nima bo'lyapti? Bu gaplar bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasa ikkosi ham bu nima bu? Qani ha? Bularchi? Yo'q. Gap bekor. Yo'q endi. Yerdan qo'llar yo'q. Yo'q. O'talar. Voy keladi oldinglarga. Qasam bo'ldi. Zalatoy polvon sovg'alab berishdi. Endi uni armoni bo'lsa uni olsa, armonsan bo'ldi. Quvada ko'rishdi savdosi. Bo'ptimi-ku? Otaga rahmat. Zo'r ko'rishdi. Rahmat polvon. Aylantirib olinglar, qani hakami? Kim uni? Unga aylantirib oling. Chaqiringlar polvonni, men baliqchilik polvon. Mehmon polvon. Endi uni Bezod deb bilan nimalar kerak Ro'zoxonni. Mutlaqo ikkalasiga bitta qo'y, mana shu to'yxonaning eng katta sog'rani qo'yinglar. Achkila polvonni.
Aylan. Aylan. Yo'q, harakat zo'r bo'ldi, lekin u 12 ta odam qatardi. Qani ha? Mana bo'lsin. Hakamni o'ng qo'lida qo'lga ko'tarib, Bezod polvon Oltinko'l tumanidan bir necha bor O'zbekiston chempioni, jahon chempioni Haqotovda sport ustasi. Qarsachop qo'yinglar, qarang. Bu polvonlar bizning faxrimiz. Bir nimaga sabab? O'zbekistonning bayrog'ini shu Rossiyalarda, boshqa davlatlarda bayrog'imizni ko'tarib, hurmatib, markamizni yangratib keladi bu polvonlar. Xudo xolasa yaqinda Arabistonda o'tkazilgan jahon chempionati tayyorgarlik ko'ryapti bular. Mana Azam polvon bor, Husniddin polvon bor, Bezod polvon. Yana kimdir? 4 ta 5 ta Andijon viloyatidan polvonlar tushgan. Arab davlatida jahon chempionati bo'ladi. Bu belvoli kurash bo'yicha, uch kurash bo'yicha. Shu yerga mana shu bolalar mana tayyorgarlik ko'ryapti. Jahon chempionatiga ketadi yaqin Xudo xolasa. Shu polvonlarga oxirida bitta duo qilib berasizlar Xudo xolasa. Bayrog'imizni ko'tarib, O'zbekistonimiz markaziga yayratib keladi shu polvonlar Xudo xolasa. Chempion bo'lib. Uning raqibi Ro'zofin polvon bir necha bor O'zbekiston chempioni bo'lib, o'z vazn bo'yicha bir necha bor sovrindor g'olib polvon. Har ikkalasi ham Haqotovda sport ustasi. Kurashning bugungi mutlaq chempionlarimiz ikkalasi. Yutgan polvonga mana shu to'yxonani eng katta sovrini beriladi. Ikkala polvonga iloho amin. Alloh omad bersin, yelkalar yer ko'rmasin. O'zbekiston bayrog'ini doim baland ko'tarib yursin. Allohu akbar. Chiroyli kurashga beringlar. Halol. Bering. Ha, bitta gilon bering. Hojibola esdalik. Ilohim Hojibola yoshiga yetib yuringlar. Bu polvon buni bu yoshga yetdi. Mana hozir ham sizlarga bitta narsa aytaman. Bizning faxriy polvonlar har oyda bir oyda ko'rishib turamiz biz. Marhamatda bo'ladimi, buloq oshida bo'ladimi, hamma joyga boradi. Erinmaydi Xudoga shukr. Ilohim shunaqa yoshlarda hamma ko'rsin. Hojibomdaqa bo'lib yurish hammamizga nasib qilsin ilohim. Tanijon sog' bo'lib bizni duo qilib yuravering ilohim. Hojibo, qayerdasiz? Mutlaq chempionatlik, qani ha? Harakat chalib, harakat bo'ldi, belog'am uzilib ketdi mana. Otangga rahmat. Haqqoniy polvon mana qo'ladi. Humoyingami? Bo'ldi, men ham shuni o'ylab turgandim, to'g'risi. Niyat ketdi qoldi. Humoyi bitta duoda olchi, Zalatoy senga taraf bo'lib chiqdi. Amin. Har ikkalang ham Alloh omad bilan bersa, yerga yer ko'rmas. Allohu akbar. Ikkalasi ham biri mana hakamning o'ng qo'lida Nurullo polvon. Ismi Pirvichkasi Zalatoy. Qarsak olinglar, qani bu qarsak. O'zbekiston chempioni, yaqinda o'tkazilgan jahon chempionatida oltin medal sohibi. Uning raqibi Humoya Mirzo. O'zi asli Paxtavoddan. Andijon Olimpiya sport kollejining o'quvchisi. Ikkalasi ham bir necha bor O'zbekiston. Ikkalasiga 1 gilon bor. Bosh sovrin keldi. Ro'zofin bilan Bezodbekka. Buyuk mana Hojibom atagan bosh sovrin kirib. Bo'lmasa bu qo'yni mashinaga qo'yib ketib, sho'roq ichib olamiz.
yerda mana katta polvonlarimiz bor edi. Yaxshilab qaranglar hakamlar. Polvonlar buni ko'p bo'lmasin. Mehnatini qadrlaylar. Şu Andijon viloyatida 5 ta polvonimiz xudo xolasa Arab davlatiga jahon chempionatiga ketyapti. Shu bitta duo qilib berish shu 5 polvonga İlyosbek polvon, Husniddin polvon, Azam polvon, Nodir polvon, Nusratbek polvon, mana mahallaning polvonlari. Ve İlhom polvon 6 ta ekan, o'zi adashibman. 6 ta polvonimiz O'zbekistonning sharafini himoya qilib ketyapti. O'zi uni 8 ta emas, buni 6 tasi Andijon viloyatidan tushgan polvonlar. Qani ilohim amin. Shu polvonlarimizni kuraga yer ko'rmasin. Ilohim jahon chempionatiga sog' salomat borib, eson-omon borib, bayrog'imizni ko'tarib, madhiyamizni yangratib, oltin medal taqib kelishga Alloh nasib qilsin. Yerga yer ko'rmasin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Polvonlarga omad bersin. Yo'q, harakat bekor. Har ikkalanglar ham yaxshi kurashyapsizlar. Bu bezodda faqat trofga yurgan bola. Bu ro'zog'i sal ana bu polotda dam olib, lekin yaxshi. Endi kurashga qaytaramiz, seni bildik. Olar. Humoyun Mirzo polvon son g'alabaga erishdi. Tenga rahmat. Barakallah, rahmat. Ikkiroyga malades. Zamoylar. Ayya, tenga rahmat. Xolos. Son g'alaba. Sen ham humoyga qarab turgan ekansan, ha, bezod. Ha, tenga rahmat. Ikkiroyga rahmat. Keling Hojiboy endi polvonlar taqdirlab qo'ygan. Qarang. Abkeling bosh so'rindi. Ey mutlaq g'olib deb Oltinko'l tumanidan Kamoliddin Bekzodbek polvon deb topildi. Qartacha bo'lar. Rahmatga Alloh omadini bersin. Abkeling bosh so'rindi. Hojiboy o'z berib bersin endi. Qani bir kameralar ko'radi. Qani bir qartacha olibdilar. Rahmat. İlohim başqa kurashlarimiz ko'p bo'laversin. Hojiboy xonadonida faqat to'y bo'lsin. Hech qachon g'am ko'rmasin ilohim. Yana Hojiboy bunaqa yoshda yana ko'pini ko'rsin. Kelasi yillarga xudo xolasa yana yubileylarda kelib, hamma polvonlar bilan oramizdan kam emasdan ishtirok etishga hammamizga Alloh nasib qilsin. Ilohim hammanglar sog' salomat, oilalar bag'riga eson-omon yetib olishga Alloh nasib qilsin. Polvonlarga ham Alloh omad bersin, safarlar bexatar bo'lsin. Amin. Allohu akbar.
Kurşit balığı. Nada,